yoshliklaridan demak qarang ilmni talab qildilar. Yoshliklaridan. Hattoki qarab turing, Ad-Daxiliy degan imomga borib o'zlari aytadilar. Shogirdlari so'rayapti. Hazrat, o'zi siz hadis ilmini qachon boshlagansiz desalar, maktabdan chiqardim-u, u katta muhaddislarni o'sha zamonda sultoni bo'lgan o'kishi ham. Ad-Daxiliy mana shu Buxoriylar ular ham. O'sha Daxiliy hazratni huzurlariga borib hadis yodlardim, dunal ashira deganlar. 10 ga yetmagan edim. Yoshim hali 10 ga yetmagan. O'sha vaqtda o'zida Hazrat o'sha vaqtda siz qancha 10 yoshga yetmasdan turib hadisni yodlab boshlagan bo'lsangiz, necha yoshda, ya'ni qancha hadis yodlagansiz desalar, qarang, o'sha vaqtda 70 mingdan ziyoda hadis bilardim deydilar. 70 ming azizlar, yoshlar. 70 mingdan ziyoda bilardim. Hattoki Dohiliy bilan bo'lgan bir holat. Hazrati Dohiliy bir kun hadis aytayaptilar. Hadis aytayaplarda, hadislarda nima deyaptilar? An Sufyan, an Abi Az-Zubayr, an Ibrohim deyaptilar. Ustozlari Daxiliy katta muhaddis. Bir Buxoriy deyat shuni. Bir Buxoriy kabi zabardast muhaddis ulamo. Buxoriy hali 10 yoshdalar. 10 yoshdalar bir mahali ustoz rivoyat qila turib aytdilarki, Sufyon Abi Az-Zubayrdan, Abi Zubayr an Ibrohimdan devdilar, ustoz dedilar. Kechirasiz dedilar, Abi Zubayr Ibrohimdan rivoyat qilmaganlar-ku dedi. Ya nega rivoyat qilmagan? Ustoz qarang, ustoz katta yoshli. Buxoriy hali 10 ga to'lmaganlar. Yo rivoyat qilmaganlar, yo rivoyat qilganlar, yo rivoyat qilmaganlar, yo rivoyat qilganlar. Jamoatning huzurida bo'lyapti. Endi amonatan ustozni o'sha joyda endi xatolarini bildirdilar-da. Va aytdilarki, siz ustoz dedilar. Qani kitobingiz? Kitobim uyda. Siz yoddan aytyapsiz. Iltimos ustoz dedilar. O'sha manbaga bir qaraylik, kitobingizni olib keling dedilar. Kitoblarni olib keltirdilar va o'sha bobni ochdilar. Nima deyatuvding? Muhammad dedilar. Muhammad Buxoriy. Hazrat Muhammad aytdilarki, hech qachon Abi Zubayr Ibrohimdan rivoyat qilmagan. Chunki bir-birini ko'rmagan ular. Qarab turing. 10 yoshli bolani ilmi. To'g'ri. To'g'ri. Meni kitobimda ham shunday ekan, men adashibman dedilar. Ko'rdingizmi? Mana shunday demak, 10 yoshliklarida o'zib o'sha 10 ga to'lmasdan turib Hazratimiz Buxoriy o'sha Buxoriy bo'lgan edilar. Hattoki qarab turing, Yaqul Sulaym bin Mujahid dakhaltu ala Muhammad bin Sallam al-Bakindi dedilar. Sulaym bin Mujahid aytayaptilar. Men ustozimiz Muhammad bin Sallamga kirdim deydi. Kim u kishi? Al-Baykandi. Kirsam huzurlariga aytayaptilarki, sal oldin kelmading-da. Al-Baykandi ham bu kishi nima? Muhaddislarning kattalaridan. Bir Buxoriy deya biling. Sal avval kelganingizda deyapti, kimga? Sulaymga aytayapti. Men sizga bir yosh bolani ko'rsatar edim, 70 ming hadis yodlagan, hali unga kirmagan deyapti. Yo'g'i qani? U chiqib ketdi. Orqasidan yetib bordim deydi Sulaym. Keyin sizmi deyapti boya bolaga sizdan. Muhammadga 70 ming hadis yodlaganman deyapsiz? Ha deyapti. 70 ming hadisni kimdan yodlaganligimni, balkim har bir roviylarni tug'ilgan yili, vafot yili, qayerda yashab o'tganlaricha bilaman, kimni so'rasangiz so'ravering deyapti. Shu darajada. Hattoki bu Hazrati Sallam al-Baykandi nima bo'lgan ekanlar? Darsda saboq aytganlarda bunday qarab qo'yar ekanlar. Buxoriy yo'q bo'lsa xotirjam o'tiraman, lekin Buxoriy bo'lsa ehtiyot qilaveraman o'zimni, hozir bir narsa deyman deydilar. Ko'rdingizmi? Demak, Buxoriy hali 10 ga kirmasdan turib Buxoriy bo'lib bo'lganlar.